Agar biz har hafta bittadan raketa shaharchasini ko'rsatadigan bo'lsak, 2 yildan keyin ham tugata olmaymiz. Ular juda ko'p. Yaqinda Eron shu so'zlar bilan raketa saqlanuvchi yana bir maxfiy yer osti bunkerlari majmuasini oshkor qildi. Tehron bu raketalarni Isroil yoki Amerika Qo'shma Shtatlarining ehtimoliy hujumlariga javoban qo'llashi mumkin. Raketa shaharlari deb ataladigan bu shaharlar nimani anglatadi? Nima uchun Eron ularni aynan hozir gapirishga qaror qildi va bu yaqin sharqdagi ehtimoliy mojaro uchun nimani anglatadi? Bugungi dasturimizda mana shu xabarlarga batafsil to'xtalib o'tamiz. Amerika Qo'shma Shtatlari Eron va Yamanning hududlariga yetishi mumkin bo'lgan harbiy bazaga stealth texnologiyalari bilan jihozlangan va Amerikaning eng og'ir bombardimonchilarini olib yurishga qodir 6 ta qo'shimcha harbiy samolyotlarini joylashtirdi. Eron bunga javoban o'z imkoniyatlarini namoyish etib, Isroil va AQShni yanada keskinlashuvdan tiyishga intilmoqda. Eron namoyish etgan yangi kadrlarda Xaybar Shekan, Hoji Qosim, Emad, Sijal, Qadar N va Paveh qanotli raketalarini ko'rish mumkin. Eronning ushbu raketalari 2000 kilometrgacha bo'lgan masofadagi nishonlarni ura oladi. Ya'ni mana bu xaritada belgilangan joylargacha xavf tug'diradi. Erondan Iroq, Suriya va Iordaniya orqali Isroilga eng qisqa masofa 1000 kilometr atrofida. Ya'ni Eron Yahudiy davlatini bemalol nishonga olishi mumkin. Biroq Eron raketalarining uchish masofasi va quvvati borasida shubhalar bor. Shuning uchun ular AQShning Diego Garcia orolidagi harbiy bazasiga yetib borishga qodirligi haqidagi so'nggi bayonotlarni muhim voqea deb hisoblash mumkin. 1970-yillar boshidan beri Diego Garcia orolida Buyuk Britaniya va Amerika Qo'shma Shtatlarining harbiy bazasi joylashgan. U yaxshi himoyalangan va Eron hududidan 3800 kilometr masofada joylashgan. Quyidagi sun'iy yo'ldosh tasvirlarida Diego Garcia'da B-2 bombardimonchi samolyotlari borligini ko'rish mumkin. Ular yaqinda Amerikaning Yamandagi husiychilarga qarshi amaliyotida ham ishtirok etgan edi. Shu haftada Eron o'zining Shahid 136 B uchuvchisiz uchoqlari 4000 kilometrgacha uchish masofasiga ega ekanligi haqida bayonotlar tarqatdi. Lekin bunga ham hamon dalillar keltirilmagan. Hozirda Eronning parvoz masofasi 2000 kilometrdan ortiq bo'lgan raketalari yo'qligiga qaramay, nazariy jihatdan u dengiz floti vositalari bilan orolga zarba berishi yoki o'zidagi mavjud raketa tizimlarini o'zgartirishi mumkin. Yakshanba kuni Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump Tehron Washington bilan yadro dasturi bo'yicha kelishuvga erishmasa, Eronni bombardimon qilish va qo'shimcha bojlar bilan tahdid qildi. Bundan tashqari, o'tgan yili Eron va Isroil o'rtasidagi qarama-qarshilik kuchayganida tomonlar bir-biriga zarba berdi va yangi raketa inshootlarining namoyish etilishi aftidan Eron hujum qilgan taqdirda kuchli raketa zarbasi berishi mumkinligidan ogohlantirgani sabab bo'lgan. Shuningdek, Eron rasmiylari o'z fuqarolariga Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan bo'ladigan har qanday tahdidga qarshi tura olishini ko'rsatishga harakat qilmoqda. Eron yer osti raketa shaharlarini qurishdan maqsad havo hujumlariga chidamlilik va bardoshlilikni oshirish va tiyib turish omiliga ega bo'lishdir. Eron bunday shaharlarni barpo etib, Amerika va Isroilga quruqlikdagi bazalarga hujum qilgan taqdirda ham javob zarbasini bera olishini namoyish etdi. Yer osti bazalari dushmanga noma'lum nuqtalardan raketa uchirish imkonini beradi va Tehronning harbiy salohiyatini aniq baholashga to'sqinlik qiladi.